Agar siz korobka olib remont qilishdek muammolardan qochishni xohlasangiz, mana siz uchun tayyor uy sotib oling va ijaraga bering. Do'stlar, biz Shota Rustaveli ko'chasida, ya'ni Yakkasaroyda 36 kvadrat metrli xonadon obzorini hozir sizga havola qilamiz. Uyni ko'rib turibsiz, to'liq remontdan chiqqan patologlar balandligini qarang. JK Royal House. Ana endi ko'rib turganingizdek, hamma texnika qo'yilgan. Mana oshxona, mana o'tirib ovqatlanadigan joy. Bu yoqda esa mana ko'rib turganingiz yotoqxona, ixchamgina tayyorlangan uy. Ko'rdingiz-a? Ishoning do'stlar, bu yer juda ham ijara bob joy. Ana endi oxirgi joyimiz sizlar uchun ko'rsatilgan sanuzul birlashtirilgan holati, tualet va dushvoy kabinka. Do'stlar, biz qaytarib o'tamiz. Yakkasaroy tumani, Royal House JK, 4-qavat, 36 kvadrat metrli 83 ming so'raladigan xonadonimiz. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang va kerakli ma'lumotni olish uchun pastdagi raqamlarga telefon qiling va shunday xonadonni Xudo xolasa yaqin oralarda egasi bo'lish sizga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.